Shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun shu yilning 7-aprelda Senatda ko'rildi va ma'qullandi shu. Endi biz tushunolmaymiz sizga amaga pul qilmoqchimiz ustidan. Pul qilmoqchidirman balki. Buni ham to'g'ri tushunish, ya'ni u mulk egasi. Shunga 80% qilishyapti. Demak, Kun studiyasida bugun mening suhbatdoshlarim Shaharsoz Murodxon Usmanov, Urbanizatsiya milliy qo'mitasi boshqarma boshlig'i Artyom Kreskis va shuningdek qo'mita rahbarining matbuot kotibi Nurali Oripov, Realtorlar palatasi rahbari Muhsimov Qodir. Bundan tashqari onlayn videokonferens aloqa orqali Adliya vazirligining iqtisodiy qonunchilik boshqarmasi boshlig'i Xidirali Sodiqovlar biz bilan bugun suhbatlashishadi. Bu qanaqadir majburlov vositasiga aylanib qolmaydi. Masalan, to'g'ri, meni mulkim hech narsaga arzimaydi, lekin men uchun qiymatli shu. Endi biz tushunolmaymiz sizga amaga pul qilmoqchimiz ustidan. Pul qilmoqchidirman balki. Buni ham to'g'ri tushunish, ya'ni u mulk egasi. Shunga 80% qilishyapti. Bir xil davlatlarda 51% ham bor ekan, 66% bor ekan. Endi bizdan prezident tanlanganda 100% demaymiz-ku. Endi u prezident butunlay boshqa narsa. Ya'ni bu yerda siz shaxsiy mulkingiz, men shuni o'zi taxmin qilgandim, hozir shu saylovlar masalasiga ham borib qo'yishligi mumkin deb, bu butunlay boshqa mavzu. U yerda ya'ni ko'pchilikning fikri inobatga olinadi, to'g'ri, lekin mulk masalasida sizning hozir qo'lingizdan telefoningizni olib qo'ysam, men ko'pchilik xohladi telefoningizni olib qo'yishimni, shu uchun olaman, bering deya olmayman. Yo, misol $100 tursa, hammaga $100 dan berishingiz mendan rozi bo'lishga to'g'ri keladi. Endi $1000 so'rasam $100 narsa noto'g'ri-ku ham. Xuddi shu renovatsiyaga to'g'ri keladigan uylarning egalari mabodo shunaqa hududda joylashib to'g'ri kelib qoldi deylik. Ular qanchalik rozi bo'ladi o'zi? Bizda masalalar bo'lgan developerlar ko'p ishlaymiz-da. Kerak bo'lsa Akasiti hamma biladi. O'shani xuddi bitta okaxon uyini sotmayman degan. Sotmagan. Uni uy qolib ketgan shu stroykaning ichida. Keyin hech narsa ham olamadi, oxiri ketdi. 500 ming, qanchani so'ragan, qolganlar 100-200 mingdan rozi bo'lib ketishgan. Hech narsa olamadi ham-da. Sut ham yutgan. Chunki mulk uniki, anaqa uniki, uni yonida mana shu paydo bo'ldi. Chang, pang, mamlakat hech narsa olamadi oxiri. Misol. Lekin ko'p pul qilaman deyotdi. Bu ham noto'g'ri-ku, to'g'rimi? Hech kerak emas. Effekti yuqori emas. Iloji bo'lsa savolimiz bor edi palatada. Muhandislik tarmoqlari masalalar qanaqa yechiladi? Mana etajli uy o'rniga 9 qavatli qurib beramiz. Qanaqa ishlaydi uni? Kanalizatsiya, suv, elektrika. Infratuzilma nuqtai nazaridan. Eski-ku. O'sha qanaqa renovatsiya bo'ladi? Mana sizga.